Assalomu alaykum. Bugungi mavzuimiz isitma haqida bo'ladi. Men Dinora Fayziyeva, naturopat hajjoma. Sizlarga isitma haqida bugun ma'lumot beraman. Bu virusli bakterial infeksiyalar bo'lishi mumkin. Tishini chiqishi bo'lishi mumkin. Emlashdan keyingi reaksiyalar bo'lishi mumkin. Yallig'lanish jarayonlari ham bo'lishi mumkin. Isitma bu holat organizmni himoya mexanizmi hisoblanadi. Himoya bo'lib ishga tushganini bildiradi. Ya'ni ular tana insonni mikroblari bilan kurashayotgan hisoblanadi. Tashqaridan mikroblar, mikroorganizmlar, bakteriyalar, viruslar tanaga ataka qilganda inson tanasi isitma chiqazilib, ya'ni isitmasi chiqib, ayniqsa bolalarda, chunki bolalarda ko'pincha bolalar qo'lini ko'p og'ziga tiqishi bor, har xil narsalarni ushlashi bor. Ba'zi bir onalar kontrol qilolmaydi har doim ham farzandini, ayniqsa bog'cha yoshdagi bolalar. O'shanaqa holatlarda bolani tanasi o'sha infeksiyalar bilan kurashadi. Shuning uchun ham isitma chiqadi. Nega onalar isitma chiqqanda asabiylashadi? Onalar ko'pincha isitmani xavfli kasallik deb o'ylashadi, lekin unaqa emas. Bolaga zarar yetmaydi, asorati ham qolmaydi. Chunki onalar o'ylaydiki, bundan asorat qoladi deb o'ylaydi. Yo'q. Bundan vahima uyg'otish shart emas. Yetarlicha ma'lumot, tajriba bo'lmagani uchun ham bu holatlarda asabiylik kuchayadi. Agar onalarimiz to'g'ri yondashuv qilib, tinchlanib, bolani umumiy holatini baholab, bolaga yaxshi muomalada bo'lib, xohlagan o'sha taomlarini, xohlagan o'yinchoqlarini berib, erkalatib tursa, bu holat yengil o'tadi. Ibuprofen kerakmi? Ibuprofen bu isitmani tushiruvchi, og'riqni yengillashtiruvchi va yallig'lanishga qarshi dori hisoblanadi. Uni qo'llash orqali bola o'zini yengilroq his qiladi, og'riqlari kamayadi. Lekin har doim ham bu dori kerak hisoblanmaydi. Agar faqatgina baland isitma bo'lsa yoki bolani ahvoli, agar birinchi, ikkinchi, uchinchi kun tabiiy narsalarni qo'llagan bo'lsangiz, uchinchi kun ham bolani isitmasi tushmayotgan bo'lsa, ibuprofen tavsiya etiladi. Xo'p, ibuprofendan tashqari tabiiy narsalarni qo'llashimiz kerak bo'ladi. Masalan, o'tli choylar. Lipa isitmani tushiradi. Lavanda inson organizmini uspokоить qiladi, ya'ni tinchlantiradi. Qora sedana yog'i, kristal hindi naturalniy antibiotik hisoblanadi. Ularni qo'llaganimizda asal bilan birgalikda bolani oldiga termosda choy qilib berib, kun bo'yi suyuqli beramiz. Ya'ni suyuqli orqali bola hojatxonaga qatnab, o'sha infeksiyalar bilan birgalikda o'sha suyuqlikni chiqazib tashlaydi va holati yaxshilanadi. Eng yaxshi holat bunaqa paytda to'g'ri ovqatlanishni tavsiya beraman. Shirinliklardan voz kechiladi isitma chiqqanda, xamirli ovqatlardan, malochkalardan, ya'ni sutli mahsulotlardan voz kechiladi. Iloji boricha parda pishirgan ovqatlar yoki qaynatma sho'rvalar quvvat bo'lish uchun beriladi. Isitma chiqishi normal holatmi? Ha, ko'pchilik holatlarda bu normal fiziologik jarayon hisoblanadi. Isitma inson organizmini himoya qiladi va immunitet ishga tushgandan keyin isitma tana bilan, ya'ni isitma chiqqanda tana o'sha bakteriyalar bilan kurashishni boshlaydi. Har qanaqa isitma xavfli emas. Asosiysi e'tibor bolani umumiy holatiga qaratiladi, ya'ni nafas olishiga, suvsizlanishiga, qanaqa o'zini his qilayotganiga, yuzini rangiga e'tibor beriladi. Albatta bola bilan suhbat qurishingiz kerak. Nima xohlaysan, nima ichging kelyapti, qusging kelyaptimi, hojatxonaga borging kelyaptimi? Agar tanasi muzdek, boshi issiq bo'ladigan bo'lsa, boshiga marlidan, hibidan lattachani sovuq suvda yuvib peshona qismiga qo'yib turiladi. Yastig'i ho'l bo'lgan bo'lsa yoki kiyimlari ho'l bo'lgan bo'lsa, vaqtida almashtirib turiladi va kiyimiga e'tibor berishingiz kerak. Kiyimi toza paxtadan nafas oldiradigan kiyim bo'lishi kerak. Albatta yonida bolani yaxshi ko'rgan o'yinchog'i bo'lsin, xohlasangiz yaxshi ko'rgan kinosini qo'yib bering. Lekin bunaqa holatda bolaga onadan podдержка kerak bo'ladi, ya'ni shirin so'zlar bilan farzandingizni erkalatishingiz kerak bo'ladi.
Isitmani tushirish. Isitmani tushirish har doim ham shart emas. Agar bola o'zini yaxshi his qilsa, o'ynasa, yotsa, tursa, 38 gradusgacha bo'lgan isitma tushirilmaydi. Ya'ni tana o'zi tabiiy holatda kurash olib boradi. Agar 38dan oshib ketsa, 38,5, 39, 40 ga oshib ketadigan bo'lsa, bola juda ham o'zini yomon his qilib, tanasida og'riq bo'lib yig'lasa, agar bu holat 3 kun ichida tushmasa, 4-kunga o'tib ketadigan bo'lsa, u holatda albatta e, detskiy vrachga borish kerak bo'ladi. Lekin iloji boricha 3 kun birdaniga dorilarga, antibiotiklarga, isitma tushiruvchi dorilarga yopishmasdan tabiiy holatda o'zingiz uyda isitmani tushirsangiz bo'ladi. O'tli choylardan lipa, shalfiy, timian, lavanda, romashka, melisa choylarini damlab bolaga kuniga 3 mahal yoki oldiga termosga asal qo'shib olib kelib qo'ysangiz bo'ladi. Ishtahasi yo'q bo'lsa ham, lekin o'sha choyga asal qo'shilgan choyni ichib tursa yokida malina choy ichib tursa, ozgina limon suvini siqib bersangiz bo'ladi. Suyuqliklarni yokida oddiy suv ko'proq ichib tursa, ichidagi o'sha patogenlari ham chiqib ketadi. Isitma nima uchun kerak? Isitma bu organizmni himoya mexanizmi hisoblanadi. U yuqori haroratda virus va bakteriyalarning ko'payishini sekinlashtiradi. Immun sistemasida immun hujayralar faol ishlaydi. Shu sababli har bitta isitma darhol tushishi organizmni tabiiy kurash mexanizmini zaiflashtirishi mumkin. Shuning uchun bular o'zini vazifasini kerakli vaqtda bajaradi. Yana shunaqa holatlar bor, ba'zi bir insonlarda umuman isitma chiqmaydi, ya'ni tanasi 34 bo'lib turadi. Unaqa insonlarning immuniteti ishlamaydi va u insonlar ko'proq gormonal narusheniyasi borligi uchun, yoshi kattaligi uchun, hayot tarzi noto'g'riligi uchun yoki juda ham ko'p qattiq siqilishlardan, stresslardan bo'lishi ham mumkin. Yana boshqa yallig'lanishlari kuchaygan bo'lishi mumkin yoki xronический kasalliklari bo'lsa ham, u insonlarning isitmasi chiqmaydi. Ya'ni tanada immunitet ishlamayapti degani, u insonlar ko'proq gormonda o'tirishadi. Shuning uchun agar tanangizda isitma chiqqan bo'lsa, hayotingiz davomida yokida masalan farzandingizda isitma chiqib turadigan bo'lsa, bilingki, demak, tanasida immuniteti ishlayapti. Isitma tushmasa nima qilish kerak? Xo'p, isitma tushmasa, aytganimdek, 3 kun qaraysiz, o'zingiz tabiiy holatda isitmasini o'lchab turasiz bolani, ahvolidan so'rab turasiz, keyin oxiri bolaga agar isitmasi tushadigan bo'lsa, juda yaxshi. Isitmasi tushmaydigan bo'lsa, 4-kun vrachchi oldiga olib borasiz. Ya'ni doktorga tushuntirasiz. Agar yakshanba kuni bo'ladigan bo'lsa, vrachlar ishlamaydigan bo'lsa, masalan, bizda Germaniyada yakshanba kuni vrachlar ishlamaydi, klinikalar ishlamaydi, больницаga olib borishga, ya'ni birinchi yordam, tez yordam частный joylarga yoki davlatda bitta dejurniy больница bo'ladi, больницаga olib borishga to'g'ri keladi. Agar O'zbekistonda yashaydiganlar bo'lsa, albatta doktorga olib borib bolani ko'rsatib tushuntirasiz. Обследование qilinadi. Qon analizlari topshiriladi, обязательно siydik topshiriladi. O'shanda bilinadi nima bo'layotgani organizmida. Ya'ni o'tkazib yubormaymiz, o'tib ketadi deb yo'q. 3 kun qaraysiz, tabiiy yo'llar bilan lecheniya qilasiz. Ya'ni aytganimdek, bolani oldiga piyoz kesib qo'ysangiz bo'ladi, chesnok kesib qo'ysangiz bo'ladi. Yastig'iga aroma yog'lar bor, lavanda yog'i bor, melisa yog'i bor, limon yog'lari bor yoki apelsin yog'lari bor. Yastig'iga bitta-ikkita tomchi tomizib qo'ysangiz, nafas yo'llari orqali ichagiga u borib, bolani tinchlantiradi. Tinchlantirgandan keyin uxlatadi. Qancha bola ko'proq uxlasa, shuncha organizmi tezroq восстановиться bo'ladi. Yana oxirgi aytadigan so'zim, eng asosiysi, farzandingizni isitmaga olib bormaslik uchun har doim profilaktika qilib yuring. Sizga maslahatim, bolani
isitmasi chiqishi, ya'ni miyaga ta'siri bu ichigi bilan bog'liq. Ya'ni ichigiga infeksiya tushdimi, bu butun tanaga tarqaladi. Har doim bolani immuniteti yaxshi bo'lishi uchun bolaga 2 yoshdan boshlab har kuni ertalab 1 choy qoshiq asal, 1 choy qoshiq qora sedan yog'i va ketidan iliq suv bering. Har kuni 3 hafta berasiz, 4-hafta pauza qilasiz. Bog'chaga boradigan bolalar ko'p narsani og'ziga tiqadi, hojatxonaga kirishi bor, qo'lni yuvmay chiqishadi. Maktab yoshidagi bolalar bor. Ularga ham 1 choy qoshiq asal, 1 choy qoshiq qora sedana yog'i, ketidan iliq suv berasiz. Kuniga ovqati bilan birga o'tli choy bersangiz bo'ladi. Mana shu profilaktikani qilib yursangiz, gigiyenaga e'tibor bersangiz, pastellarini bir haftada bir marta almashtirib tursangiz, bog'chadan kelgan bola, maktabdan kelgan bolani har kuni kiyimini yuvib, toza kiyim kiygizib yuborsangiz, bolada ko'p kasal bo'lish yokida isitma chiqish holatlari juda ham kamayadi. Ya'ni tanasi kuchga to'ladi. Tozalikka ham e'tibor berish kerak. Agar savolinglar bo'lsa, kommentga yozishinglar mumkin. Savolinglarga javob beraman. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zinglarni, sog'lig'inglarni asrab yuringlar.